Agar sizda lanjlik, holsizlik, bosh og'rig'i holatlari kuzatilib turgan bo'lsa, birgina massaj orqali bularni bartaraf qilsangiz bo'ladi. Uning uchun biz qulog'ingizni mahkam ushlaymiz, to'liq holatda ushlaymiz. 8 marta pastga qarab tortasiz, 8 marta yuqori qarab tortamiz va 8 marta yonga va orqaga tortamiz. Keyingisi kimlarda quloqlarda muammolar bo'lgan bo'lsa, quloq pardasi yirtilgan bo'lsa, quloq oqqan bo'lsa, bu mashq tavsiya qilinmaydi. Kaflarimiz bilan 8 marta oldinga yaxshilab massaj qilamiz, 8 marta orqaga yaxshilab massaj qilasiz. Mana shu massaj sizni tetiklashtiradi, uyqusirashni yo'qotadi va lanjlikni yo'qotadi, bosh og'rig'ini bartaraf qiladi. Ushbu mashqlar holsizlik, lanjlik, uyqusizlik va bosh og'rig'ini yo'qotadi. Bizni qulog'imizda yuzlab biologik faol nuqtalar ichki a'zolarga ulangan. Biz quloqni massaj qilish orqali ularni tetiklashtiramiz. Ushbu videoni doim lanj, holsiz bo'lib yuradigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.